Shou-biznes olamida o'ziga xos o'rin tutgan Durdona Qurbonova haqida muhim xabar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Durdona Qurbonova qachon turmushga chiqishi va bu inson kimligini ma'lum qildi. Mashhur aktrisa Durdona Qurbonova muxlislari tomonidan tez-tez so'raladigan savol qachon turmushga chiqishini rejalashtirilayotgani haqida o'z fikrini bildirdi. U haqda Instagram sahifalaridagi obunachilariga ma'lum qildi. Aktrisa story joylab muxlislarining savollariga birin-ketin javob bergan. Inshaalloh taqdir taqozo etgan kun kelganda menga nasib etgan insonga turmushga chiqsam albatta bu haqda xabar beraman, deydi aktrisa. Bu voqea inson ixtiyoridan tashqari ekanligini ta'kidlab, u yana qo'shimcha qildi: bu Alloh belgilab qo'ygan kunda sodir bo'ladi, bu hech kimning qo'lida emas, deydi aktrisa. Biz bilan qoling va kanalimizda yangiliklarni kuzatib boring.